Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan allergik mahsulotlar, ya'ni oziq-ovqatlar to'g'risida gaplashib o'tib ketamiz. Endi hozirgi kunda allergiya bilan kasallanish tobora ortib bormoqda. Endi bu allergiyaning kelib chiqishi moyilligi bo'lgan odamlarda yuzaga kelib chiqadi. Endi bu allergiya keltirib chiqaradigan oziq-ovqat mahsulotlariga keladigan bo'lsak, hayvon mahsulotlari, hamda o'simlik mahsulotlari, hamda sun'iy tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsulotlariga bo'linib ketadi. Endi shu allergik yuzaga keltirib chiqaradigan mahsulotlarni yuqori reytingda turadigan mahsulotlarni ko'rib o'tib ketamiz. Ya'ni bu mol suti, sut mahsulotlari. Ya'ni buni tarkibida kazein moddasi bor. Bu kazein moddasi allergiya keltirib chiqaruvchi omil hisoblanadi. Keyingi mahsulotimiz bu tuxum mahsuloti. Ko'pincha tuxumning oq qismida oqsil moddasi ovalbumin bo'ladi. Bu ovalbumin allergik holat keltirib chiqaruvchi omil hisoblanadi. Ko'pincha yosh bolalarda yuzaga keladi. Katta bo'lgandan keyin bu yo'qolib ketish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Keyingi mahsulotlarimizga keladigan bo'lsak, baliq hamda dengiz mahsulotlari, ya'ni baliqda ayrim turlari allergiya keltirib chiqarish omili bor. Hamda bir qancha dengiz mahsulotlari bo'lishi mumkin. Undan tashqari keyingi mahsulotlarimiz, mevalarimiz bu quruq mevalar hisoblanadi. Ya'ni quruq mevalardan yong'oq, bodam, yong'oq, shunga o'xshagan bir qancha quruq mevalarimiz allergiya keltirib chiqaruvchi mahsulotlar ichida eng kuchlisi hisoblanadi. Keyingi mahsulotlarimizga keladigan bo'lsak, ya'ni don mahsulotlari, ya'ni bug'doy. Bug'doy tarkibida glyutein moddasi bor. Bu glyutein moddasi allergiya keltirib chiqaruvchi xususiyati bor. Keyingi mahsulotlarimiz, ya'ni mevalarimizga keladigan bo'lsak, bu ho'l mevalar, ya'ni ko'pincha qizil mahsulot, qizil mevalar hisoblanadi. Ya'ni qulpunoy, pomidor, yo bo'lmasam sabzi, yo bo'lmasam sitrus mevalar, limon, mandarin, apelsin mahsulotlari, mevalari allergiya keltirib chiqaruvchi omillar qatoriga, mevalar qatoriga kirib ketadi. Keyingi allergiya keltirib chiqaruvchi mahsulotlarimizga keladigan bo'lsak, bu shirinliklar bilan bog'liq, ya'ni shokolad, kakao, shunga o'xshagan kofe mahsulotlari tarkibida geteobramin hamda kofein moddasi bo'ladi. Shular allergiya keltirib chiqaruvchi omil hisoblanadi. Keyingi mahsulotlarimizga keladigan bo'lsak, oziq-ovqatlar mahsulotlariga ishlatiladigan sun'iy qo'shimchalar, ya'ni rang bo'lishi mumkin, ta'm beruvchi maqsadda ishlatiladigan qo'shimchalarimiz, bular ham allergiya keltirib chiqaruvchi xususiyati bor. Undan tashqari, 9-siga keladigan bo'lsak, bu dukkakli mahsulotlar, bularga mosh, no'g'at, loviyalar ham allergiya keltirib chiqaruvchi omillarga, o'simliklarga kirib ketadi. Ya'ni yuqori o'rinda turadigan mahsulotlarimiz. Endi bu allergiyaning kelib chiqishi oziq-ovqatlarga bog'liq bo'lgan holatlari ham bor. Misol uchun dori-darmon bilan bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam qanaqadir changlar bilan bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam kontaktli holatlar bo'lishi mumkin. Bu mahsulotlar bilan bog'liq holat edi.